shu qo'lingda qoqilmaysan yo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli Maqsad Sari kanalining ashaddiy obunachilari, sog' salomatmisizlar. Bugun dam olish kun, hammalaringga O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni bilan endi Soyuz davrida tug'ilganmiz, hammamizni g'alaba bayrami kunlari bilan tabriklaymiz. Xudo xolasa bugun tabiat qo'ynida, xudo xolasa mazza qilib damlarni olyapmiz. Sizlar bilan bir salom alaykum qilib qo'yay dedim. O'zlaringiz sog' salomat yuribsizlarmi? Har zamonda dam olib turish kerak ekan. Ana qara. Bu qo'shnining mushigi. Har zamonda chiqib havo olib turadi. Mana qajalar kim sog'indi? Mama qoplardi. Ana qaranglar. Tabiat qaranglar, mazza. Issiq emas. Shu g'irilab shabada esib turibdi. Tulponlarni qaranglar. Hatto ikkita teplitsamiz bor. Men mehmonga kelganman bu yerda. Men Moskvaning o'zida yashayman, mehmonga kelganman. Xudo xolasa o'zimiz jigarlarni olib kelganmiz. Ular mana shu yerda chiroyli qilib mana daraxtlarni tutashib, shakllarni berib mana bu yetib qo'yilgan narsalar. Bilasizlarmi? Xudo niyat bor, uyga borganda mana shunaqa kichkina teplitsacha qilib qo'yish niyat bor. Bugun Xudo xolasa haqiqiy damni olib ertadan Xudo xolasa yana ishga sho'ng'iymiz. Yozda mana yerga matraslarni olib chiqib qo'yiladi, mana palatkalar tutib qo'yiladi. Kacheliyada mazza qilib o'tiriladi-da. Endi bugun shashlikka harakat. O'tinlar yonyapti. Xudo xolasa hojagan bu yerda marinovat qilib qo'ygan go'shtlarni hozir mana shu yerda o'zimiz qo'l bola qilib shashlik pishiramiz. Kelinglar. Damda olib ketasizlar, xudo xolasa. Sho'lqivatamiz. Endi haligi biz endi donda, betonning ichida yashaverib, mana qajalarni ham sog'inib qolamiz-da. Hojagam erinmasdan mana o'tinlarni tayyorlab qo'ygan. Juda ham chiroyli qilib tayyor qilib qo'yganlar. Haqiqiy tabiatda uni qarang, olovda. Mana qaranglar, yonishini. Maqtanish emas, boshqa emas, prosta ilinib. Sizlarga ham bir hamanchadan beri Maqsad Sarida video qo'yalganimiz yo'q. Xudo xolasa vatanga boramiz tez kunlarda. Borganda o'zimizning chorvalardan, parandalar xudo xolasa ochib ko'payyapti. Yaxshilik yo'lida xudo xolasa videolar chiqib turadi. Barcha bizni ko'rib turgan obunachilarimizga, Oxunov komandasidagi yigitlarga hammasiga salomimizni yetkazamiz. Bu yonib cho'q bo'lish kerak. Hojagam sal tortinchoq videoga nima bo'lib turadi-da. Endi kuzatib tursalaringiz, xudo xolasa video davomida ko'rsatamiz. Rasa qo'y boqadigan bo'ldi, hoji aka. Hurmatli jigarlar, mana video davomida ko'ryapsizlar, mana cho'g'imiz ham sekin tayyor bo'lyapti. Xudo xolasa mayta tashqarida tabiat qo'ynida yoki kachelada o'tirib olibmi yeymiz-da qisqasi. Hozir go'shtlar tayyor. 2 kun burun marinovat qilib qo'yilgan, xudo xolasa.
Mana hurmatli jigarlar, shashligimizni qo'ydik. Bu endi kirillishki qanotlaridan bo'lgan, lekin go'shi yaxshi. Cho'qimiz bomba bo'ldi. O'zi ham ko'ringlar. Xudo xolasa bundan keyingi etapi ham bor deyapti. Bir yarim soat ketadimi nega? Ha? Ketib ketamiz. Ketadi yani. Yarim soatcha ketar ekan. Men savol berdim. Biz doim yelpib turardik-ku desam, cho'qi zo'r. Cho'q pastligida yelpinadi dedi. Endi biz ham o'zimizni saturisni sohani tushunib bunaqalarni ajab bilib o'rmaymiz. Suvlarni olib chiqib qo'yib o'tiribmiz. Mana shu kachiylarga o'tirib olaman. O'zlaring yaxshimisizlar jigarlar? Bu xonadonga biz 10 yildan oshdi kelib turamiz. O'sha выходноylarda, yangi yillarda ham zo'r bo'ladi bu yerlar. Juda ham salqin. Bugun endi shabada bo'lib turibdi. Lekin jazirama issiqlarda ham unaqa isib ketmaydi bu yerda, chunki daraxtlar ko'p. O'zimizni olmalardan bor bu yerda. Zo'r mevalar bor. O, nada. Manzarali daraxtlar bor. Video davomida ko'rsatdim ham shekilli, bo'lmasa ko'rsatib ham o'taman. O'zlaring sog' salomat yuribsizlarmi? Vatandagilar, musofirdagilar, hammalaring. Ilohim hammalarining bola chaqalaringni baxtiga sog' va salomat bo'linglar. Endi shu bayram bahona dam olyapmiz. Biz bugun ham ish lekin dam oldik. Hurmatli jigarlar, tovuq go'shtlar pishdi. Xudo xolasa endi mol go'shtini versiyasidan yaqinroq ko'rsatib qo'ying. Bu maqtanish emas, boshqa emas. Prosta Rossiyaga farzandlari ketgan ota-onalarni ko'rib qolish mumkin. Har doim jigari ezilib ishlavermaydi bolalaringlar. Har zamonda bana qilib dam oladi ham. Endi haligi qiynalgan paytda ham aytmaymiz, maqtangan nima deydi, yaxshi dam olgan paytlarda iloji boricha ko'rsatmaymiz, chunki hamma narsa vatanda, O'zbekistonga borganda bo'laveradi. Xudo xolasa bugun dam xotira kuniga mana qilib jigarlar bilan o'tiribmiz. Hurmatli jigarlar, mana shu o'rtadaglar kelinglar, menga maza qilib o'tiramiz. Ajinda mana uni qaranglar endi. Kelinglar. Bu aniq yeyishdan boshqa narsa yaramayapti. Endi tashqarida o'tirmaymiz. Stolimizni yig'ishtiryapmiz. Ichkariga kirmasak shabada bo'lib ketdi. Bu yerda bilinmayapti shabada, lekin shabada bo'lib ketyapti. Javatni ham boshlab yotganimda. Mana, hurmatli jigarlar, nakonesta ichkariga kirib oldik. Tashqari shabada bo'lib ketdi. Kelinglar, ilindim. Hurmatli jigarlar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunaqa bayramlar ko'p bo'laversin.